Amerikada trak haydab nech pul topsa bo'ladi? Akalar, bu savollaringizga 1 marta emas, 2 marta emas, bir 3 marta video qilib chiqarganman, detalli qilib tushuntirganman, lekin haligacha shaxsiyga ham, ya'ni direktimga ham, kommentariyalarga ham yozadilar. Aka, bir reysda nech pul topasiz deb. Shunaqa savol berishdan oldin bir erinmasdan ozgina listat qilib chiqsangizlar, men profilimda bu haqida video chiqarganman. Har bitta videolarimning ustiga bu video nima haqida ekanligini yozganman. Ya'ni sizlar vaqtlaringizni bekorga o'tkazib yubormaslik uchun. Instagram yangi funksiya qo'shgan. Mana bu joyga yoki bironta joyga o'zingizning eski videolaringizni qo'yishingiz mumkin. Yana sizlardan kelayotgan savollar bir xilligi oshib ketaversa, o'sha eski videolarni mana shunaqa joyga qo'yib qo'yaman, kirib ko'rasizlar. Trakka chiqishimizdan oldin trakda yurgan akalardan pul haqida so'rasak, bilasizlarmi qanaqa javob beraydi? Aka, nech pul topasiz desak, ha, bo'ladi, yomon emas. Haftasiga topasizmi, oyigami desak, bo'ladi. Shu yetadi xarajatlarimizga deb bizdan bilmayman pulni yashirganmi. Shuning uchun akalar trakka chiqqandan keyin birinchi o'zimga qiziq bo'lgan, ya'ni odamlarga ham qiziq bo'lgan, yashirilgan qandaydir sekretni ushlanganmi, bilmayman, shunaqa FBR sistemasida ushlangan bir защитный nima deydi, informatsiyaga o'xshagan ma'lumot bo'lgani uchunmi, uni hech kim aytmagan deb o'ylagan edimda. Shuning uchun aytaverdim, mana bunaqa deb hammasini tushuntirib berib o'tib ketaydim. Trakka chiqib ishlamoqchi bo'lsangizlar, akalar, yo sizlar kompaniya driver bo'lasizlar, kompaniya uchun ishlaysizlar, yoki rentga olib birovdan arendaga olib ishlaysizlar, yoki o'zlaringizga shaxsiy trak sotib olib ishlashlaringiz mumkin. Hozirgi marketda, hozirgi vaqtda trakda akalar kompaniya bo'lasizmi, liz bo'lasizmi, owner bo'lasizmi, minimumdan maksimumgacha aytaman, $2000 dan $4000 gacha oyga haftasiga pul topishlaringiz mumkin. Bo'ldi. Tugadi. Shunaqa akalar.